Yurak miokard infarktida birinchi yordam. Agar miokard infarktidan shubha qilsangiz, darhol tez yordamni chaqirib, bemorga zudlik bilan yordam ko'rsatishni boshlang. Bemorga tushadigan yukni kamaytirish kerak va bemorning boshini biroz ko'targan holda yotqizish kerak. Toza havoning kirishini ta'minlash va bemorni tinchlantirish lozim. Agar qo'l ostida kerakli dorilar bo'lsa, ya'ni aspirin 250 mg suv bilan ichiladi. Nitroglitserin tabletkasini til tagiga qo'yish lozim. Yoki tarkibida nitroglitserin bo'lgan ingalyator bo'lsa, og'izga bir doza sepiladi. Shu holatda 5-7 minut kutamiz. Agar ahvol yaxshilanmasa, shu davo muolajasini yana bir marta qaytaramiz. Agar yurakning to'xtashiga gumon qilinsa, hushdan ketish, nafas olishning yo'qligi, pulsning yo'qligi, tashqi reaksiyalarga javobning bo'lmasligi holatlari uchrasa, darhol reanimatsiya choralarini, ya'ni yurakni bilvosita massaj qilish zarur. Agarda bemor hushiga kelmasa, muolajalarni shifokor kelgunga qadar davom ettirish kerak. Bemorlarga maslahatim, yurak kasalligiga chalingan hamma bemorlar o'zlaringiz bilan aspirin, nitroglitserin kabi dorilarni olib yuring.